Bir kun dedim. Ancha o'tib ketdi. Bir oydan ham o'tib Mana ketdi. chisni o'ylardi. Mana bugun nechi? 23-martmi? 23-mart sanasi 2026da mana dori solib kultivasiya qildik mana. Kultivasiya qilayotganda olmabmizda, mana o'z matda o'tiribdi mana. To'g'rimi? Mexanik. Mana kultivasiyasi, u aravani orqasida turibdi. Endi bu bir hafta turadimi? Bir hafta? Ha? Bir haftadan keyin xudo xolasa ko'ramiz. Ob-havoga qarab xudo xolasa suvni qo'yamiz, guvilladi. Chisnular bil anu sovuqdan keyin ko'p yomg'ir yog'ib stress bo'lib qoldi bularga. Eshikni sal olib o'chib sal o'nalib qoldi mana. Ana baklari mana shular bor, sovuqdagi mahlar. Mana yangi baklar chiqaryapti mana. Mana yangi baklar mana. Ashla yangi bak mana. Endi xudo xolasa o'nalib ketadi inshaalloh.